ikkilamchi kreditlar, birlamchi kredit kreditlari juda ommabop. Uyga foydalanadigan uyni haqini beramiz. Ikkilamchiga ozgina o'zgartirish kiritildi. Ilgari quyida sotuvchining hisob raqamiga ochilgan plastik kartasiga tashlab beriladi. Hozir omonat shotiga qo'yilgan 25% ni qo'yadi-da. Dastlabki oldi sotishni 25%. O'sha omonat hisob raqamiga ochib beramiz. O'sha omonat hisob raqamidan xohlasa o'zining kartasini tushirib ketadi. Xohlasa plastik karta ochib 100%, 100% o'sha joyga ariza qo'yasiz. 100% yo kassaga ariza qo'yasiz. Kassa orqali olib ketadi. Hozir birlamchi kreditlar bilasizlar, ipotekani 20 yil muddatga beradi, 18%. Ikkilamchilarimizniki farq bor. Hop 5 yilgacha muddatga 24%. 5 yildan 10 yilgacha 25%. 10 yildan yuqori bo'lsa 20 yilgacha bo'lsa 26% dan beramiz. Tizimimiz orqali. Mikroqarzlarimiz bor, mikroqarzaga yaqin o'zgartirish kirdi. Ilgari kafillik asosida 50 milliongacha berardik, hozir 100 milliongacha qilib qo'ydik. Ish haqisidan kelib chiqadi. Ish haqisi qancha ko'p bo'lsa, shunaqa beramiz. Kafil beramiz. Sug'urta bilan ham beramiz, uni chegaralab qo'ydik. Sug'urta chunki sug'urta qaytmasligi murakkab bo'lyapti. Risk qilishga to'g'ri keladi. Lekin beramiz. Imkoniyat darajasi, qaytarilish imkoniyati yuqori bo'lsa, beramiz sug'urta bilan. Shu belgilangan. Lekin bitta savol bordi. Shu kredit bankka hisob raqami bor tashkilotni xodimi, lekin kafil yo'q. O'zini ish haqisi tortgan ishlaydi. Bu masalan ish haqisi tortyapti 50 million, lekin 100 million kerak. Shuni qanaqa qilib olsa bo'ladi? Ish haqi loyihasi bo'yicha tizimda bor. Ish haqi loyihasida bor, faqat foizlarida tortayotganida emas. Qancha dastur ham qancha tortishi. Lekin foizlarni pasaytirib beradi. 3% gacha pasaytirib beradi. Hozir ko'chadan kelgan odamga 3 yilga 27% berayotgan bo'lsangiz, biz 27% berilayotgan bo'lsa, o'sha bizni tizimdan oylik olayotganlik sabab 3% ortaga Aslo foizda bo'ladimi? 24%. Faqat tizimdami yo masalan Mikrokrediit bank tashkilot kollejda, maktabda Mikrokrediit bankda hisob raqami shu yerdan ish haqi oladi. Bo'ladi, o'shanda ish haqi loyihasi bo'ladi. O'shanda foizlariga yordam bo'ladi. Faqat bizda